6 qism. Samandar to'limi adablik, aqlliq va mehribon cho'ng bo'pti. U doim dadisiga yordamlashib beliq tutqili bor ekan. Quyruqini qarmoq o'rinda sug'ichlab qo'yib beliq tutadi ekan. Uyda bo'lsa opsiga uy ishlarini qilish berdi ekan. Qiziq gaplarni qilib opsini zeriktirmaydi ekan. O'rmonda hayvonotlar orasida yuz berayotgan har xil ishlarni dadisi bilan opsiga qiziqarli qilib so'zlab berdi ekan. Yillarning o'tishiga agishib, Samandar haqiqiy bir o'rmon shahzodasiga aylanibdi. O'rmondagi yirtqich hayvonlarmi uning ovozidan tortib ishoratlariga taniydi ekan. Lekin odamlar uni asosan tanimaydi ekan. Sababi ularning uyi mahallaga jiroqroq, o'rmonga yaqinroq bo'lib, ularning bir qancha qo'shnisidan boshqa kishilar Samandarni ko'rib boqmabdi. Bu qo'shnilarmi qeri bo'vaymomaylar ekan. Samandarmi boshqa kishilar bilan tanishishga, ular bilan oralashib o'tishga ancha qiziqib ketmabdi. Chunki uning kunlari aslida nihoyat aldirash o'tadi ekan. Maymunlar va boshqa hayvonlar orasidagi jidal mojarolar uning oralashishi bilan nihoyat yaxshi hal bo'ladi ekan. Maymunlarmi beshiga nima ish kelsa Samandardan maslahat elishga ko'ngan ekan. Sababi hammasi Samandarning o'zlariga qaraganda aql farosatlik ishkanligini biladi ekan. Sodir bilan Zahra aslida boshqa bolalardan farqlanadigan Samandarni yot nazarlardan qizg'indigan bo'g'ashqa uni boshqalarga ko'rsatishnimi, tanishtirishnimi ancha xolab ketmabdi. Lekin ko'p odamlar bilan aralashmay jimg'ur, ongsiz, gap tushunmaydigan mijozni yetildirib olmasin deb Samandarga o'zlari biladigan hamma narsalarni o'rgatib, uni yaxshi tarbiyalashga tirishibdi. Savodini chiqarib, uningga qo'lidan kelishicha nurg'un kitoblarni akirib beribdi. Samandarningmi o'rmonlikdan uyiga qaytsa eng yaxshi ko'radigan ishlarining biri kitob o'qish ekan. Shunga Samandarning hayoti to'limi ma'nilik, ahamiyatlik o'tadi ekan. Shunda qilib Samandar 15 yoshga to'lib, qomatlik, kelishgan, samimiy va oq ko'ngil bir yigitga aylanibdi. Kichik Samandar bo'lsa, o'rdida aksicha to'limi jidalxo'r, tarsa, o'z beshimchi, tantak cho'ng bo'pti. Podshoh shuncha yil uning tarbiyasiga qattiq ko'ngil bo'lgan bo'lsa-mu, kichik Samandar na alamda, na qalamda podshoh kutgan kamolatga yetmabdi. U hamma ishga hiyla-mekr ishiltirdi ekan. Dars o'rganganda o'ynab o'ltirdi ekan. Topshiriqlarini dars o'tib bo'lgandan keyin ustozi xat shaklini o'zgartib o'zi ishlaydi ekan. Va hamisha podshohga shahzodabek aqlli bo'lib ketyapti. Burunga qaraganda ko'p ilgariladi. Yotlashga tegishlik nurg'un narsalarni yotlab bo'ldi. Ko'p narsani o'rganib oldi. Lekin shu sal untiqoq. Shunga savollariga loyiqida javob bera olmayotdi. Kamtarlik qilib bilganlarni ifoda qilmayotdi. Amaliyotda darsxonda ifodasi nihoyat yaxshi deb yolg'on aytadi ekan. Shahzodani qo'lidan kelishicha maqtab, ayblarini yopadi ekan. Ularga shunda qilmaymi amal yo'q ekan. Albatta ularningmi shahzodaning bo'za qilganlari yetmagandek podshohdan haqorat anglab jazolangisi yo'q-da. O'rdida o'z imtiyozining podshohdanmi ustun turadiganligini allaqachon bilib olgan kichik Samandar shunchalik izzat, hurmat, nozu ne'mat, molu davlatga qanoat qilmasdan buningdanmi ortiq bormikin deb xuddi qapazdagi qush sirtqa intilgandek o'zini cheklab turgan o'rda tuzumlarga, adab axloq chegaralariga, o'rda sepillariga o'zini urib, asabiylach yulqinish bilan ovora ekan. U 10 yoshga kirgan chig'idila o'rdidan o'g'irliqchi qechishni o'rganib olgan bo'lib, kechini kecha, kunduzni kunduz demasdan qachon xolisa bir amallarni qilib, o'rdidan puxrachi yasnib qechib chiqadi ekan. Ko'ngli qayerni tassa shu yerga berib oylandi ekan va o'ynaydi ekan. Shahar ko'chalarida o'ynab yuradigan bekor talat bolalarning hammasi degudek bu chidimas, akavur, ko'kami o'yinchini taniydi ekan. Lekin uning qachonlarda qayerdan paydo bo'lib, yana qachonlarda qayerga g'oyib bo'lganligini bilmaydi ekan. Uning tantakligi, gap yemasligi orqasida podshohning chochlariga bemahal oq kirib, o'z yeshiga qaraganda necha yosh baldur qerib ketgandek tuyulib,
tamdan sakrigan kalaga aylanib bo'lgan shahzoda oldida o'zini to'limi chorasiz his qildigan bo'lib qoldi. Qadrlik anglarman. To'g'ri tarbiya qabul qilmagan bir farzandning ota-ona bo'lg'uchining beshiga taloy dardlarni soladiganligi qadimdan tortibla hech kim inkor qilolmaydigan haqiqat. Bo'p bo'lgan ishqi na chora. Namanshoh Tantak o'g'lining dardini tatqashtirsin. Biz Soyib Jamol Gulambar bilan Sardarbagni yo'qlab kelaylik. Sardarbagning saroydagi eng xushbiroq gul, Sardarbagning qalbidagi otash nafas jonon bo'lgan Gulambar o'ngluq mijozi, ishchan savarchanligi, guldek hunar bilan saroy ahlining aqlini lol qilgandek, go'zalligi, latofati, nazokati bilan Sardarbagning ko'ngil qasrini ishg'ol qildi. Bu yillarda alla ara inoqlikni saqlash maqsadida tashkillangan suhbat elchiligida amal tutgan Sardarbag, Zarabshon, Nurabshon va Kushan allariga ziyorat va suhbat uchun bir qancha qitim berib, oylab turib qopdi. U bundaq chaqlarda saroyning jimi ishlarini Gulambarga xotirjam topshirib melibdi. Gulambarmo Sardarbagning ishonchisini aslo yerda qo'ymabdi. Hash-pash deguncha necha yil o'tib ketibdi. So'lqul vazir bilan Sardarbag ikkisi ko'p qitim al orlab, Shahzoda Samandarning surishtisini qilgan bo'lsa-mu, zodili ishonchlik bir uchurga erishamabdi. Shundaqdimi, ular Samandarni tepishga bo'lgan ishonchini yo'qotmabdi. Gulambarmo hamisha quloq tuvidan ketmaydigan Shahzoda Samandar 17 yoshga to'lgan kuni kelib, podshohning toji taxtiga varislik qiladi degan so'zlarning turtkisida umidini uzmasdan sabr va kutish ilkida yashapdi. Faqat mushu so'zlarla Gulambarga Samandarning hali ham hayot ekanligiga, bir kuni cho'qim yuz ko'rishalaydiganligiga bo'lgan ishonchini ulg'aytib turdi ekan. Yaqinqi yillarda Gulambarmo xotirjam sirtlarga chiqib bozor aylanib keldigan bo'pti. Ammo Gulambar yanala Sardarbagning saroyining o'ziga eng xotirjamlik tuyg'usi ata qila oladigan joy ekanligini his qildi. Shunga sirtlarga ko'p chiqmaydigan bo'pti. Gulambarning ishqida kuyib yeniyotgan Sardarbag yo Gulambarga ko'nglini izhor qilolmabdi, yo uningdan mehrini uzanmabdi. Gulambarning podshoh haqida qilgan qasimi, podshohning reallikqa aylanadigan tushi Sardarbagning muhabbat yo'lidagi ikki cho'ng to'saq bo'lib, ikki cho'ng tog'dek uning yelkisini besib turdi ekan. Aslida Gulambarmo buni sezmabdi emas, sezibdi. Biroq u 15 yil burun qilgan ana shu qasimi tufayli sezsimi sezmas hisobdi. Bir kuni Sardarbag Gulambarning oldiga kiribdi va hol ahvol so'rashgandan keyin shundaq debdi. Gulambar, sirqi chiqmaganingizga uzun bo'ldi. Zerikibmi ketgansiz. Hozir o'rmonlikning eng go'zal vaqti. O'g'lig'ash bir necha kun o'rmonlikqa chiqib aylanib kelsa qanday deysiz? Albatta bo'ladi. Mumkin bo'lsa, meni tush tarixining tuyiga olib kelgan bo'lsalar begim. Mening maqsadim shu edi. O'tganda qizlar bilan tush tarixining gapini qilib o'tib ekansizlar. Sizning texi tush tarixini, tex ko'rib boqmaganligingizni shu chaqda bilgandim. Aslida sizni bir hayron qoldiray degan. Kim meni aldirang'ulik qiptiman. Aybga buyurmag'ayla. Yo'qay. Aybga buyrug'idek ish yo'q. Amsa tayyorligingizni qiling. Qizlardan ikkisi sizga hamroh bo'lib billa bosin. Sardarbag o'z ko'nglida bu qitimqi sayohat bahonasida Gulambarga o'z ko'nglidagini bildirishni planlagan ekan. Safar tayyorligi bitib, ular saroydan chiqibdi. Shahar bozorlarni, qishloqlarni aylanib o'rmonlikqa yetib keldi. Sardarbag hamrohlar bilan o'vlabdi. Gulambar va qizlar yov gullarni terishib, mungdishib, chaqchaqlashib, ko'ngillarini ko'tarishibdi. Ular oxiri tush tarixining tuyiga yetib keldi. Gulambar shunchalik hayajonga cho'mibdi. Nima degan go'zal daraxt bu? Boshqalar Sardarbagning oldin o'rinlashtirib qo'yg'ini bo'yicha tush tarixining sal neriga so'rini raslab, Gulambar bilan Sardarbagni tush tarixining tuyida yolg'iz qoldiribdi. Sardarbag har qitim xizmat yoki boshqa sabab bilan saroydan ayrilganida
ishlarini tezroq tugitib Sariyaga qaytishga oldiraydi ekan. Uning Gülambarni seg'inganligi uchun qaytishga oldirayotganligini eng yaqin do'sti so'l qo'l vazirli tushunadi ekan. Sardorbek safardan qaytganida hamisha atoyin bozor oralab, Gülambarning ko'ngliga yoqqudek biror tal sovg'a elib olmasa, ko'ngli o'nimaydi ekan. Lekin olgan sovg'atlarini Gülambarga berish uchun bir talay yolg'onni to'qiydi ekan. Bugunmi Sardorbek Gülambarga to'limi nafis zinnat buyumlarini tayyorlagan bo'lib, sovg'at bahonasida muhabbatlik tuyg'ularini Gülambarga oshkor qilmoqchi bo'pti. Biroq Gülambarning ko'zlari oldida o'diqib, yanala boshqa so'zlarni deyishga boshlabdi. Gülambar, buni sizga beray degandim. Buni aslida qaysi kuni xizmat ishi bilan safarga chiqqanda, buni bir qancha baglar bak yoqtirib qopti ekan. Hammamiz birdan olayli deyishdi. Men olmasam, piqsiqlik qilganda ko'p qoldi ekan. Shunga menmi qatordan qolmay deb bir yurish ep qo'ygandim. Saroyning hamma ishini degudek siz qilyapsiz. Jafo tortyapsiz. Shunga sizga berishni o'ylab qoldim. Sizga loyiq emasligini bilaman. Shundaqdimi qabul qilasiz? Kelar qitim sirtga chiqib qolsam, saroydagi hammanglarga buningdan yaxshiroq narsa og'ish kelaman. Yana takalluf qilib, rad qilmagan bo'lsangiz. O'zlariga rahmat begim. Shundaq go'zal bir kunda, bu qadar go'zal, xosiyatli bir daraxt ostida bu esil so'g'ini qabul qilish men uchun to'limi sharaf. Tanlari salomat, ishlari utuqliq bo'lsin begim. Bu zibu-sunnatlarni saroyga qaytganda taqsam qabul qila olamikin? Ha, bo'ladi, albatta. Demisimi biz safarda. Bu o'rmonlikda bularni taqib olishmi beyap. Bu vaqtda boshqalar o't yiqib, kavob pishirish bilan oldirash bo'lib ketibdi. Gülambar zibu zinnatlarni yeniga solgandan keyin yana tush tarixiga qarab tomosha qilishni boshlabdi. Begim, rostilla tush tarixining tuvida tilagan tilaklar amalga oshami? Meningcha, yaxshi odamlarning tilagi cho'qim amalga oshadi. Sizningmi ko'nglingizda buningga ishinib turayotganligingizni bilaman. Shuningga ishonganligimiz uchun umid bilan yashab kelyapmiz-ku mana. Qani, tilagingizni tilang. Sizlarning tilaydigan tilaklar bordi. Bilib tilayli. Ular shundaq deyishib turishiga tuyuqsiz qo'ng'iroqdek yangroq bir ovoz ularning so'zini bo'lib etibdi. Undaqda sizlarda tush tarixining mevasi bormi? Sardorbek bilan Gülambar bu ovozni anglab cho'chib ketibdi. Gap qilayotgan kim? Sardorbek bilan Gülambar tush tarixining ustiga sinchilab qaragan ekan, daraxtning ustida to'limi qamlashgan bir yigitning kulimsiragan holda o'zlariga qarab o'ltirganligini ko'ribdi. Sizlar kim bo'lasizlar? Men Sardorbek bo'laman. Bu yoq Gülambar. O'rmonlikqa sayohat qilib kelishimiz. O'zing kim bo'lasan yigit? Bu yerda nima ish qilasan? Men musha atrofda turman. Beliqishlar mahallasida. Qarsam xili yaxshi odamlarda qilisizlar. Shahardan keldinglarmi? Shundaq, shahardan keldik. Boya bizdan tush daraxining mevasi bormi deb so'radim. Bu nima deganing yigit? Men tushunmay qoldim. Tilaklarning amalga eshish uchun tush tarixining mevasi kerak bo'lganligini bilmaydi ekansizlar-da. Sardorbek bilan Gülambar hayronlik bilan bir-biriga qarashibdi. Ondan Sardorbek yigitga qarab yana shundaq debdi. Buni rostli bilmaydi ekanmiz. Anglab baxmabdi ekanmiz. Sening demakchi bo'g'ining tush daraxining mevasi bo'lmasa, tilagan tilak amalga oshmaydi ekanda. Shundoq, albatta shundoq. Bu lekin biz tush daraxining mevalik daraxt ekanligini bilmaydi ekanmiz. Bu daraxtning rostli mevasi bormi? Albatta bor. Tush daraxti aslida har yili meva beradi ekan. Bir qatim o'rmonlikqa o't ketib, 3 yilda bir qatim mevalaydigan bo'lib qolgan ekan. Biroq uning mevasini maymunlar yeydi ekan. 6 yilning oldida tush daraxti bir tal meva berdi. Men uni tasdiq qo'lga tushirib dadamga berdim. Dadam mevani yebla uxlab qoldi. Uyg'onib, avval parishon bo'ldi, orqadan men qarab kulib ketdi. Men dadamdan qandoq tush ko'rganligini, nimishqa avval parishon bo'lib, ondan xushal bo'lganligini so'rasam, aytib bergili unimidi. Bo'pti dedim. 3 yilning oldida bu daraxt yana bir tal meva berdi. Men uni elib opamga berdim. Opammo mevani yebla uxlab qoldi. Uyg'ongandan keyin avval chiroyida tabassum bor edi,
orqadala parishon bo'lib ko'zlariga yosh oldi. Men opamning qandoq tush ko'rganligini, nemishqa avval xushal bo'lib orqadan parishon bo'lganligini so'rsam, deb bermadi. Ondan-chi bu yilmi tush tarixim yeyib beradigan yil. Men meyvini xam vaqtida maymunlardan yushirib qo'ygan edim. Hozir pishib qoldi. Aslida bu qatim bu meyvini o'zim yeb yeganlarning tushiga kiradigan tush bovoydan dadam bilan opamning mendan nimani yushirganligini aytib berishni talab qilmoqchi edim. Chunki buni baxtli bilgim bor edi. Sizlar o'rmonga kirgandan beri so'zlaringlarni angladim. Yaxshi odamkansizlar. Tush tarixining meyvasini uchimiz billayli. Hey, kim meni buncha oq ko'ngil bo'lib qolsin debdi. Yigit shundoq deginicha Sardarbek bilan Gulambarga qarab, kulimsirab ko'zni qisib qo'yibdi va daraxtga yomishib yuqoriga o'rlabdi. Ondan qo'yiq yo'pirmoqlar orasidan bir tal sarg'ayib pishgan mevani uzib, yana daraxtning boyi o'zi o'ltirgan ochimiqiga qaytib kelib o'ltiribdi. U qapoq shakllik mevaning ustingi qismini sundirib olib, ostingi cho'ngroq qismini Sardarbekka tashlab beribdi.